Real Madridning sobiq futbolchisi Toni Kroosning hisoblashicha, Xavi Kvaratskhelia 2026-yilda Oltin to'pni qo'lga kiritishi kerak. Agar so'rayotgan bo'lsang, bu Kvara. Men uchun bu juda ravshan. Jahon chempionatining 4 nafar eng yaxshi futbolchisi Rodri, Messi, Jude va Kylian bu qadar yorqin mavsum o'tkazishmadi yoki nisbatan kuchsizroq ligada to'p surishmoqda. Kvara o'tgan mavsumda va ayni damda dunyodagi eng yaxshi klubning eng yaxshi o'yinchisi deb yozdi Kroos. Bu yil Oltin to'pni topshirish marosimi 26-oktyabr kuni Londonda bo'lib o'tadi. So'nggi 48 soat ichidagi eng katta transfer yangiliklaridan biri Fransiyaning Strasbourg klubi Abbosbek Fayzullayevni sotib olmoqchi. Xo'sh, bu transfer qanchalik haqiqatga yaqin? Fransiya manbalariga ko'ra, Strasbourg klubi hujum chizig'ini kuchaytirish uchun 22 yoshli o'zbekistonlik yulduzni asosiy nomzodlardan biri sifatida tanlagan. Klub Fayzullayev vakillari bilan dastlabki aloqani ham boshlagan. Transferga nima to'sqinlik qilmoqda? Muammo shundaki, Abbosbek Fayzullayev Istanbul Başakşehir bilan shartnomasi 2030-yilgacha davom etadi. Shu sababli Strasbourg turk klubini ko'ndirish uchun yaxshi moliyaviy taklif tayyorlashi kerak bo'ladi. Ehtimol qanday? Hozirda rasmiy kelishuvlar yo'q, muzokaralar va qiziqish bor. Ammo transfer hali ham tasdiqlanmagan. Yaqin kunlar hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Sizningcha Abbosbek Liga 1da porray oladimi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.